Videoni maksimal darajada tarqatib tashlang, chunki oldingi safar yonidagi uyga 2 kunda sotib yuborganmiz. Hozirda uni yonidagi sotuvga chiqdi. Ko'pchilik insonlar buni sotuvga chiqishini bilmas edi va nihoyat mana okamgilar sotuvga qo'ydilar. Mana uyni bitta ko'ringlar, juda ham chiroyli chiqqan. Biz hozir Uchahramon postidan atigi 1,5 kilometr kirganda hamma kommunikatsiyasi bor mahallada turibmiz. Fasadini bitta ko'ringlar. İchlarini ko'rsanglar вообще sevib qolasizlar. Shunaqa chiroyli remontlar qilingan. 3,5 sotuv maydonga yetganimda yozgi oshxonalari, sanuzl tashlangan hovliga podnaviz bemalol ikkita mashina qo'ysangiz bo'ladi. Mana buni qarang. Juda ham chiroyli hovli. 3,5 sotuv, общий xonalar soni 6 ta, podvallari ham bor. Почти 400 kvadrat maydonga ega. Ko'p gapirmasdan tezda ichlarini obzorini ko'rib ketamiz. Qani ketdingizlar bo'lsa videoni tarjimon qilish esingizdan chiqmasin. Kelib ko'rgan hamma odamga uy dizayni juda ham yoqqan. Menimcha sizlarga ham albatta yoqadi degan umiddaman. Kirishimizda mana shunaqa kattagina hol qismimiz bor, qaranglar. TV zonalari maza qilib televizor ko'rib o'tiradigan zonamiz. Bu yerda mana shunaqa katta konditsioner qo'yilgan. Juda ham katta hol qismi, prixo'j mebellari ham qilib qo'yilgan, qaranglar. Ana endi oshxonani ko'ramiz. Oshxona mebellari ham xudo xolasa почти tayyor holda turibdi. Oshxonamiz ham juda ham katta qilingan, panoramli oynalar shundoq hovliga qaragan, juda ham chiroyli vid ochiladi. Zo'r yarki ranglar tanlangan, okamlar remontlarni juda ham chiroyli qiladilar. Mana zal bitta ko'ringlar. Kattagina zal qismi, oynalar orqa hovliga qaragan. Zo'ra. Bu yerda TV zonasi. Ana endi bitta общий sanuzlga ham baho berib ketasizlar. Qarang. Juda ham chiroyli, gap yo'q. Birinchi etaj uchun bitta spalniya xonasi. Har bitta xona o'ziga yarasha dizaynga ega. Har bittasi chiroyli chiqqan, качественный qilingan. Podval keladigan bo'lsak, podvalimiz 60% podval, kotelniya ham podvalda joylashgan. Videoni o'tkazib yubormaylar endi sizlar bilan ikkinchi etaj obzorini ko'ramiz, qani ketdi. Marhamat, ikkinchi etaj obzorini boshlaymiz. Chiqishimizda qaranglar, qanaqa katta koridor bor. Hol desak ham bo'ladi, juda ham katta territoriya. Давайте bu yerdan obzor boshlab ketamiz. Birinchi xonamiz. Har bitta spalniya o'ziga yarasha zo'r dizaynli qilganlar. Bu birinchi spalniyamiz. Qani ketdi. Общий sanuzlni ko'ramiz. Mana sanuzlni qarang. Zo'ra, gap yo'q. Xo'p, endi bu yoqqa. Xo'p, bu spalniyaning ichida o'zini отдельный sanuzli bor. Master spalniya desa ham bo'ladi. Ketdi, dalish ko'ramiz. Bu yerda yana bitta spalniyamiz bor. Dizaynliga bitta e'tibor berasizlar. Okamlar yorib yuboradi, lekin uy qilishi gap yo'q. Xonalar ham katta qilingan, cho'pli polli qilingan, radiatorlar qo'yilgan. Hop, bu bo'lsa oxirgi spalniyamiz. Bu endi sal seryoznroq, strogiroq qilingan. Zo'r. Buni ham ichida o'zini sanuzli bor. Qarang. Hop, общий kvadratura почти 400 ga yaqin bo'lyapti. Bu yerda balkon chiqsak bo'ladi. 3,5 sotuv maydonga ega. Ulgurib qolishlar maslahat beraman. Oldingi safar qo'yganimiz yonidagisi 2 kunda sotilgan. Bunisini ham qo'yamiz. Ulgurib qolgan, kimga nasib qilgan bo'lsa, tabriklayman. Juda ham zo'r uy, puliga hozirda eng zo'r uylardan bittasi mana shu bo'ladi. Narxlari va informatsiya opisaniyada. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Tanishlik videoni jo'natib qo'yish esingizdan chiqmasin. Kelinglar, ko'ringlar. Любой payt kelib xudo xolisa ko'rsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.